Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq mingta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq mingta bo'lishim kerak. Zukoni videosini ko'ryapsizlar. Sizlarga mod tortish yo'lini o'rgataman. Minecraft modlarini tortishni xohlasangiz, attiga sizlarda mana shu ilovalar bo'lishi kerak. Bu har xil versiya uchun xohlasangiz, bu versiya uchun xohlasangiz 1.20, 19, 18, 17, 16 любойki Minecraft uchun modlar kerak bo'lsa, mana shu ilovalardan foydalanasizlar. Bular keraksiz narsalar, bu ilova ular Minecraft uchun narsa emaslar. Bu Minecraftning o'zi, mana modlari. Yana agarda sizga Minecraft tortishni bilmasangiz, Play Marketdan yoki App Storedan 1.21 Minecraftni tortishni bilmasangiz, ya'ni plastik o'rnatib deydigan bo'lsa, ishonmang ularga. Attiga sizda mana shu Google bo'lsa bo'ldi. Shu Google orqali Google'ga kirasizlar. Kirgandan so'ng Minecraft 1.21 deb yozasizlar. Bir nokta 21 shunday deb yozasizlar. Yozganinglardan so'ng esa Minecraft kelib chiqadi. Tagida tortish bo'yicha narsa turadi. Shuni tirs bosasizlar, xullas bosganlardan keyin yana kelib chiqadi. Keyin sal pastga tushirganinglardan keyin yana shaka chiqadi, 4 burchak, ne uzuncha 4 burchak. Shuni yana bir marta tirs bosasizlar. Keyin tepadan mana joylardan qilasizlar. Keyin shuni tushirsanglar bo'ladi. Tortilayotgani bilinadi. Keyin agarda mana modlar tortishni bilmayotgan bo'lsanglar, yana bir yo'li, yana bir Minecraft. Agar sizlarga kerakli modni mana shu ilovalardan topolmayotgan bo'lsanglar, balki meni mod kanalimdan chiqib qolishi mumkin. Meni Telegramga kirasizlar. Zuko deb yozasizlar va shu Telegram kanal kelib chiqadi. Bu Telegram kanalda mana ko'rinishi shunday bo'lib chiqadi. Va rasmi esa mana shu rasmi. Keyin shu Telegram kanal orqali kirasizlar va bu yerda har xil mana 1.21 va 20 har xil 19 ga ham bor. Teparoqda bu. Poyez modlar bular ko'pini o'zim sinab ko'rganman. 1.21 nimasi orqali o'zim sinab ko'rganman. Kimga kerak bo'lsa menga orqali tortasizlar. O'ta ko'pini sinaganman. Men bu o'zim tekshirib ko'ray obunachilar uchun deb. 1.21.22 versiyani hammasini sinab ko'rganman. Mana modlar. Bular o'zingizlar yaratsanglar, ular o'zingizlar odaminglar bular qamillamaydi. Agar kerak bo'lsa, buni o'zim tortib ko'rmaganman, lekin sizlar tortib ishlatib ko'ringlar mumkin. Hammasini sinab ko'rganman desam yolg'on bo'ladi. Shuning uchun buni ham ishga solib qo'yinglar. Buni ham solib qo'yasizlar. Va modlarni yuklaysizlar. Mana bitta 1.21 demadimi? 1.19 bundan boshqalari ham bor. Tepaga chiqarasizlar. Agar 17 kerak bo'lsa 17 niki ham bor. Mana shunaqa gap qo'yganman. Buni tanlaysizlar. Xohlasanglar qo'rqinchli, xohlasanglar dragon o'ldirish, xohlasanglar sokin, xohlasanglar qo'shilib video chiqarish, xohlasanglar modlar ko'rsatib. Bu yerda ham Zuko kanalida qanday modlar chiqarilsin? Horror, mashina, pul, qurol, mebel. Mana 1.20 deganlari mana o'shalar. Ko'rdingizmi? Endi 17 mana bu yozib qo'yadi. Qilib bularni sinab ko'rishinglar mumkin. Mana ularda pullarni. Agarda sizlar ba'zida ruscha yozganman, Agarda sizlar shu ruschaga tushunmasanglar, rasmdan ochib tushunib olasizlar. Va modlarni yuklab, kanalga obuna va like chani tez bosasizlar.